Liviya siyosiy bo'hronlar makoni, tartibsizlik, qonunsizlik, shafqatsizlik, mas'uliyatsizlik bu jamiyatda normal holat. Rasmiy hukumat faqat poytaxt Tripolini nazorat qiladi xolos. Sharq esa general Xalifa Haftar qo'lida. Hokimiyat uchun kurashayotganlar ko'p. Myunxenda o'tgan xavfsizlik anjumanida so'zlar ekan AQShning Afrikadagi harbiy qo'mondoni Thomas Waldhauser Liviyada siyosiy tarqoqlikka barham berish kerak dedi. There's no doubt about the fact that General Haftar va uning qurolli kuchlari bilan muzokara qilmay iloj yo'q. Mamlakatni birlashtirmay u yerda qonun ustuvorligini ta'minlash mumkin emas. Siyosiy yechimlar haqida gapirib charchadik deydi u. General Haftar va uning kuchlari Liviyadagi asosiy neft quduqlariga xo'jayin. Yaqinda Liviya hukumati va Rossiyaning Rosneft korporatsiyasi bir necha milliard dollarlik bitim ustida kelishdi. Moskva Liviya bilan hamkorlikni oshirib, o'z ta'sirini kuchaytirmoqchi. General Haftarni yaqindan quvvatlamoqda. G'arb esa Tripolidagi rahbariyat tarafida. Kreml bilan gaplashish kerak deydi general Waldhauser. The goal is to get those two together. The goal is to get those two to talk and the goal is to make some accommodations. Maqsad tinchlikka erishish bo'lsa, barcha tomonlar bilan muzokara olib borish kerak. Murosaga erishish oson bo'lmaydi, lekin bu yagona yo'l deydi u. AQSh Liviyada Islomiy davlat terror guruhi qo'rg'onlarini havoda nishonga olgan. Bu amaliyotlar uchun mas'ul qo'mondonlik uchun terrorizmga qarshi kurash birinchi o'rinda. Afrika mamlakatlari bilan bu borada hamkorlikni kengaytirmoqda. Nigeriya mintaqadagi eng yirik sherik. AQSh u bilan razvedka va kontrterrorizm bobida yaqindan ishlaydi. Boko Haram Nigeriya uchun asosiy muammo. Nigeriya general-mayori Bagagana Monguno fikricha, biror terror guruhini mintaqaviy va xalqaro hamkorliksiz yo'q qila olmaysiz. The uprising in Libya and the eventual capitulation of the Gaddafi government resulted in a southward flow. Liviyada Qaddofi hokimiyatdan ag'darilgach, kuchlar orasidagi muvozanat buzilib, qurollar va jangarilar janub tomon ketdi. Bu esa bizning hayotimizga qattiq ta'sir qilib, tahdidni oshirdi. Biz azob chekyapmiz hozir deydi u. Biroq Nigeriya ham oppoq emas. Tuzum, qonun va huquqni poymol etib tanilgan. Rahbarlar o'zgarsa ham huquqbuzarlik darajasi pasaymadi. AQSh Nigeriya harbiylari va butun hukumatni qonunni e'zozlashga undamoqda. Jang maydonidagi shart va sharoit bizga ma'lum. Harbiylarni treningdan o'tkazar ekanmiz, inson huquqlarini hurmat qilish uzviy talab ekaniga urg'u beramiz. Adliya tizimi mustaqil bo'lishi va davlat organlari ishini sidqidildan bajarishi lozim deydi Waldhauser. Flintlock operatsiyasi deb atalgan harbiy mashqlar Afrika, Yevropa va Shimoliy Amerikaning 20 davlatidan 2000 zobitni bir joyga to'playdi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.